Agar bola A tovushini chiqarib yig'lasa, bu uni uyqusi kelayotganligini belgisi hisoblanadi. Agar bola R tovushini chiqarib yig'lasa, uni qornidagi yig'ilgan gazlar qiynayapti. Agar bola yig'isi N tovushi kabi bo'lsa, demak uni qorni ochgan. Agar bolaning yig'isi Y tovushiga o'xshab chiqsa, bu uni sanchib qolgan havo tufayli qayd qilmoqchi ekanligini anglatadi. Agar bola H tovushini chiqarib yig'layotgan bo'lsa, demak u sovuq qotmoqda. Dunyodagi barcha bolalar bir xil tovushlar orqali ehtiyojlarini ifodalashadi. Yodingizda tuting. Uzoq davom etgan yig'i chaqaloqning umumiy holatini yomonlashishiga, qonida kislorod miqdorini kamayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu videoni farzandi bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying va albatta bolalar haqida har kuni foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun profilimizga obuna bo'lishni unutmang.